Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Ko'rsatuvimiz orqali sizga turli xastaliklarning kelib chiqish sabablari, ularni davolash va oldini olish bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Bugungi biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan yo'nalish esa koloproktologiya va bu haqda So'rshmet klinikasining jarrohi Ruslanbek Yunusov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan suhbatda bo'layotganimizdan benihoya mamnunmiz va keling suhbatimiz avvalida aynan ushbu ichaklar aslida insonning qayerda joylashishi, ularning qayerda muammolar kelib chiqishini tushuntirib bersangiz. Asosan yo'g'on ichak bu oshqozon ichak tizimi a'zolarining distal qismi hisoblanadi. Distal ya'ni eng so'nggi qismlaridan asosiy a'zosi hisoblanadi. Bu yo'g'on ichak o'z o'rnida alohida qismlarga bo'linadi. Bizda amaliyotda shu aynan asosan yo'g'on ichakni chambar ichak va to'g'ri ichak qismlarga bo'lib klinik kasalliklari ajratiladi. Zararlanish turlariga ko'ra to'g'ri ichak ham chambar ichak qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zo hisoblanadi. Shu asosiy funksiyasi shu oziq moddalarni so'rilish jarayonini oxirgi bosqichlari va shu axlat hosil bo'lish jarayoni kechadi yo'g'on ichakda. Shuning uchun ham asosan bu a'zoni kasalliklarida ich kelishini buzilishi, ya'ni ich qotish, qabziyat yoki bo'lmasa ich ketishi kuzatilishi mumkin. Yana eng asosiy bu klinik belgilardan biri bu axlatda qon chiqishi yoki shilliq, sliz deydi ruschada, shilliq ajralishi kuzatilishi mumkin. Bular birinchi asosiy belgilari, klinik belgilari hisoblanadi kasalliklarda. Böyle har xil kasallik bo'lishi mumkin, yallig'lanish sababli uchrashi mumkin bu holatda. Yoki bo'lmasa, yaxshi yoki yomon sifatli o'smalarda ham shu holat kuzatilishi mumkin. Ushbu yo'nalish bo'yicha bugungi kunda eng ommalashgan kasalliklar qaysilar? Endi yo'g'on ichak kasalliklari, mana boya aytdim, asosan bular ikki guruhga bo'linadi: yallig'lanish kasalliklari va o'sma, ya'ni yaxshi yoki yomon sifatli o'smalar farqlanadi. Keyin bu funksional kasalliklar mavjud. Bular to'g'ri ichak tushishi, ya'ni shu chanoq pastki qism mushaklarni bo'shashish hisobidan yoki qorin ichki bosimi oshishi hisobidan ba'zan to'g'ri ichak tushishi kuzatilishi mumkin. Asosan uchidon kasalliklari bular yallig'lanish genezli kasalliklar, ya'ni yallig'lanish sababli kechadigan kasalliklar. Bular yarali koritlar, Crohn kasalligi, asosan shular. Keyin surunkali qabziyati bor bo'lgan bemorlarda yoki bo'lmasam yoshi katta bemorlarda bo'lishi mumkin yo'g'on ichak divertikulyоз kasalligi uchrashi mumkin. Bular asosan shu yallig'lanish sababli kelib chiqargan xastaliklar hisoblanadi. Ikkinchi guruh kasalliklari bular o'sma kasalliklariga kiradi. Bularning yaxshi sifatli turlari, ya'ni yoki polip shaklida uchrashi mumkin yoki bo'lmasa shu aynan yomon sifatli o'smalar o'zi shaklida uchrashi mumkin. Bular eng asosiy ko'p tarqalgan kasalliklar. Yuqorida polip deb keltirib o'tdingiz. Keling biroz oydinlik kiritsak, o'sha polip va polipoz kasalligi bular bir xil kasallikmi yoki ularning farqi bormi? Polip yo'g'on ichak yoki to'g'ri ichak polipi bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi. Biz uni nima uchun alohida nazoratga olinadi? Ular ba'zan, har doim emas, ba'zan yomon sifatli o'smalarning boshlang'ich bosqichi bo'lishi mumkin. Ikkinchi, sizni savolingizga to'g'ridan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, polip va polipoz bu poliplarning soni
yoğun içek bo'yicha tarqalish bo'yicha farqlanadi. Ya'ni misol uchun agar bir dona bo'lsa, ikkita bo'lsa, aynan shu uchragan soha aniqlanadi. Qaysi qismida ichakning uchraganligi, polipoz kasalligi bu genetik kasallik bo'lib, genetik sindromlar mavjud. Ya'ni bunda yo'g'on ichakning ichida ko'p sonli poliplar aniqlanadi. Va keyinchalik shu poliplar o'zini klinik belgilari bilan namoyon bo'ladi. Bular qon ketishi yoki bo'lmasa o'z vaqtida aniqlanmasa, bu boshqa sifatli hosillarga aylanishi mumkinligi bilan farqlanadi. Ushbu ichakda uchrashi mumkin bo'lgan o'smalar qanday usulda davolanadi? O'sma kasalliklari o'zi umuman butun yer yuzida tibbiyotda boshqa a'zolardagi hosillar singari bu ichakda ham asosan erta aniqlanganda o'zini tasdiqlangan standartlari bo'yicha davolanadi. Zarur bo'lsa xirurgik, keyinchalik shu onkologik dispanser sharoitida davolanadi. Ba'zan bo'lib qoladi, zarur hollarda shoshilinch xirurgik yordamga muhtoj bo'ladi. Asoratlangan shakllarida. Qanday kasalliklar uchragan bemorlarda o'sha ichakni olib tashlash amaliyoti o'tkaziladi? Ichakni olib tashlash amaliyoti uchun ko'rsatmalar ko'p. Ya'ni ko'pligi aynan patologik jarayonlar ko'p. Ya'ni kasalliklar nozologiyasi turi ko'p. Qancha qismini kesib olish, to'liq olib tashlash bu aynan shu kasallikni o'zi bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun yarali kolit kasalligida asosan yo'g'on ichakni olib tashlash amaliyoti bajariladi. Keling ushbu kasalliklarga, ya'ni ichakda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklarga to'liqroq tavsif bersangiz. Ularni keltirib chiqaruvchi omillar haqida aytib o'tsangiz, ya'ni. Endi agar shu zamonaviy davolash, diagnostika va davolash standartlarini analiz qilsangiz, bu Yevropa bo'lsin, boshqa davlatlarniki bo'lsin, bularda asosan yallig'lanishli kasalliklar etiologiyasi polietiologik deb qaraladi. Ya'ni misol uchun Crohn kasalligi yoki yarali kolit bo'lishi mumkin. Bularning etiologiyasi asosan polietiologik hisoblanadi. Ya'ni aynan bir faktor bu kasallik chaqiradi deb aytib bo'lmaydi. Bir nechta faktorlarning birga kelishi shu kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi degan shu ilmiy teoriya mavjud. Shuna asoslangan holda agar tasnif beradigan bo'lsak, bular misol uchun yarali kolit, bular autoimmun zararlanish hisoblanadi. Yo'g'on ichakni shilliq pardasini autoimmun zararlanish hisoblanadi. Aynan Crohn kasalligiga to'xtaladigan bo'lsak, Crohn kasalligida yarali kolitdan farqli bunda yallig'lanish nafaqat shilliq pardasi yoki shilliq osti pardasi. Crohn kasalligida to'liq yo'g'on ichakning barcha qavatlarini yallig'lanishi, zararlanishi kuzatiladi. Bu kasallikni chaqiruvchi omillar nimalardan iborat? Endi hozirgi bizani bu davrimizda asosan birinchi navbatda menimcha ovqatlanish rejimi tartibi buzilishi, qaysi ma'nodaki ovqat ratsionida sun'iy ishlatiladigan, ya'ni fast foodlar, gazli ichimliklar yoki o'sha kimyoviy aktiv bo'lgan moddalarni ko'p bo'lishi, normaldan ortiq bo'lishi yoki zararli odatlarni bo'lishi. Ushbu kasalliklarning namoyon qiluvchi belgilari nimalardan iborat? Asosan yarali kolit bo'lsin yoki boshqa kasalliklari bo'lsin, birinchi navbatda biz boya aytdik, yo'g'on ichak bu oshqozon ichak tizimining oxirgi qismlaridan hisoblanadi. Bunda asosan shu ich kelishining o'zgarishi yoki ich qotishi yo ich ketishi va asosiy yana shu signallardan biri ich qon kelishi.
Axlat bilan qon kelishi bu shu kasalliklarga gumon qilingan holda tekshirish zarurligini bildiradi. Kasallik nasldan naslga o'tish xususiyatiga egami? Aynan yo'g'on ichakda nasldan naslga o'tishi mumkin bo'lgan kasalliklar mavjud. Bu tug'ma sindromlar mavjud. Boya ham aytib o'tdik, polipoz yoki bo'lmasa boshqa hosilalarda genetik faktor muhim. 100% o'tishi aniq bo'lmasa ham, lekin genetik faktori muhim hisoblanadi. Onada bu kasallik davolanilgan taqdirda ham bolada takrorlanishi mumkin. Aynan ona bola bo'lmasa ham o'zi umuman shu yo'g'on ichak kasalliklarida bitta guruh bor, xavf guruhiga kiruvchi shaxslar hisoblanadi. Ya'ni kasallikni erta aniqlash va tekshirish maqsadida tekshiriladigan shaxslarning ichida alohida bitta guruh bo'lishi mumkin, bu xavf guruhi. Xavf guruhini aynan bir turi bu genetik jihatdan, ya'ni o'zini yaqin qarindoshlarida genetik genezli yo'g'on ichak yoki to'g'ri ichak kasalliklari aniqlangan taqdirda bu bemorlar ham shu kasalliklar gumon qilingan holda tekshirilgani ma'qul. Aynan 100% bo'ladi degani yo'q, lekin baribir genetik faktor nazoratda bo'ladi. Demak, nasldan naslga o'tish xususiyatiga ega, to'g'rimi? Qisman bor. Rahmat katta ajoyib suhbat uchun. Kasallikni davolashda uning erta aniqlanishi qanchalik samarali bo'lishi mumkin? Yo'g'on ichak kasalliklarida erta aniqlash bu juda muhim omil hisoblanadi. Xoh bu yallig'lanish sababli bo'lsin mumkin yoki har xil xastaliklar bo'lsin. Chunki ichak kasalliklarini buzilishi, bularni shu ovqat hazm qilishda keyin shu axlat chiqishini o'zgarishi bu bemorlarni hayot tarzini, turmush tarzini o'zgartiradi. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, shu operatsiya sababli bemorlarni axlat chiqishi qorin old devoridan chiqarib qo'yiladi. Bu oxirgi bosqichlarni, misol uchun oxirgi bosqich yoki ma'lum bir ko'rsatmalarda shunday operatsiya turlari bajariladi. Bu stoma deb aytiladi. Stoma ya'ni sun'iy ravishda yo'g'on ichak bir qismi qorin old devoriga chiqariladi. Bu eng xavfli jarayon. Yo'q, bu aynan o'sha nimani ichakni buzilishini kompensat qilish uchun yoki bo'lmasa shu to'liq butunligi tiklash imkoniyati bo'lmaganda aynan shu birinchi operatsiya davomida vaqtinchalik yoki doimiy chiqariladi qorin old devoriga. Yo'g'on ichak kasalliklarini davolashda qanday diagnostik tekshiruv amaliyotlari qo'llaniladi? Asosan yo'g'on ichak kasalliklarida diagnostik muolaja bu birinchi o'rinda endoskopiya. Kolonoskopiya bu endoskopiya tekshiruv usulining biri hisoblanadi. Bunda yo'g'on ichak tozalanib, yuvib tozalangandan keyin maxsus endoskop apparati yordamida shu to'g'ri va yo'g'on ichak shilliq qavati ko'riladi. Shu bilan kasallikni erta aniqlash mumkin. Keyin qo'shimcha qon tahlili va boshqa tekshiruv usullari mavjud. Bular endi o'sha ko'rsatma bo'yicha, ular keyin aniqlangan holatlar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv usullari hisoblanadi. Kasallikni davolashda operativ muolajalar qanchalik ahamiyatli? Yo'g'on ichak kasalliklarida operativ davolash uchun har bir kasallikning alohida turi, bosqichiga qarab bajariladi. Bular shu davolash standartlari protokollarida aniq yozib qayd qilingan, shu bo'yicha kasalliklar olib boriladi. Qanday bemorlarda dori bilan, ya'ni konservativ usul qo'llaysizlar va qanday bemorlarga operativ davo muolajalarini tavsiya qilasiz? Operativ davo qo'llash uchun men hozir boya aytib o'tdim, shu har bir kasallikni o'zini davolash protokol standartlari bo'yicha davolash standartida bo'yicha qo'llaniladi. Misol uchun yallig'lanish genezli kasalliklarda o'zini xirurgik asoratlari rivojlangan taqdirda xirurgik usul qo'llaniladi davolash maqsadida. Boshqa holatlarda asosan konservativ davolanadi. Yaxshi yoki yomon sifatli hosillar bo'lganda ham ulardan xuddi shuning belgilangan tartibda xirurgik davo qo'llaniladi.
ya'ni davlat standartlari bo'yicha. Ushbu yo'g'on ichak kasalliklari qandaydir yondosh kasalliklar chaqirishi mumkinmi? Yo'g'on ichak kasalliklari asosan ba'zan shu e'tiborsizlik sababli, qon ketishi sababli qon kamayishi, ya'ni anemiya chaqirishi mumkin. Misol uchun yoki bo'lmasa surunkali qabziyat bilan og'riydigan bemorlarda har xil hajmli churralar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni doimiy zo'riqish, surunkali bular ham shu boshqa tizim a'zolaridan kasalliklarni chaqirishi mumkin. Rahmat katta, ajoyib tavsiyalar va ushbu kasallikka oid ma'lumotlarni taqdim etganingiz uchun. Endilikda teletomoshabinlarimizga o'z tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Tomoshabinlarga tavsiyalarimiz asosan shu o'zi umuman ichki kelishida o'zgarish bo'lsa, ya'ni axlat chiqishini boya aytib o'tdik, suyuq bo'lishi yoki ich qotishi yoki bo'lmasa o'zgarishsiz holda u yoki bu shaklda birga balkim qon ajralishi yoki axlat rangi o'zgarishi bo'ladi. Bu holatlarda mutaxassisga murojaat etgan ma'qul. Keyingi tavsiyamiz shu yoshga doir bo'lgan komponenti tufayli, ya'ni yoshga doir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda 50 yoshdan keyin shu screening deb aytiladi. Screening degani bu aynan o'sha kasallik yoki tizim kasalliklarini shikoyati bo'lmagan holda, shikoyati yo'q holda oldini olish maqsadida tekshirish. Shu 50 va undan katta yoshdagi odamlarni shikoyat bo'lmagan odam bir marta shu endoskopik usulda kolonoskopiya tekshiruv o'tkazishni tavsiya qilamiz. Ko'pchilik bu tekshiruvni noto'g'ri tasavvur qiladi. Hozir ko'p klinikalarda, xususan bizning klinikamizda bu tekshiruvni og'riqsiz umumiy anesteziya ostida, ya'ni bemor hech narsani his qilmagan holda o'tkaziladi. Rahmat katta, ajoyib tavsiyalar uchun. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning ushbu soni orqali o'zingizga kerakli tavsiyalarni olgan bo'lsangiz va yo'g'on ichak kasalliklari, ularni oldini olish, kelib chiqish sabablarini o'rganib olgan bo'lsangiz, bundan benihoya mamnunmiz. Keyingi sonlarimizda yana salomatlikda ko'rishguncha, xayr.